Ya'ni giyohvandlikni yangicha ko'rinishda iste'mol qilish bu. Ayrim yoshlar orasida turli psixotrop dori vositalari iste'moliga odatlanish, unga o'rganib qolish holatlari ko'payyapti. Vaholanki bu dori vositalarida giyohvand moddalardagi kabi o'ziga o'rgatib qo'yish xususiyati bor. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kullu muskirin xamrun va kullu muskirin haromun. Ahrajahul Imom Muslim. Imom Muslim rivoyatlari. Har bir mast qiluvchi narsa xamirdir dedilar va har qanday mast qiluvchi narsa haromdir dedilar. Demak, azizlar, insonni mastlikka olib boradigan, badanini bo'shashtiradigan, susaytiradigan nimaiki narsa bo'lsa, u ichkilikmi, giyohvandlikmi, ana shuni har qanday turi chekadiganmi, tortadiganmi, har qanday turi, quyuqmi, suyuqmi, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bundan qaytardilar. Bugungi kunda siz bilan biz ota-onalar juda ham shu narsaga e'tiborli bo'lishligimiz kerakki, farzandlarimiz o'rtasida, yoshlarimiz o'rtasida bunaqangi narsalarni ko'payib borayotganligini ommaviy axborot va ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p eshitib guvoh bo'lib qolyapmiz, ko'rib qolyapmiz.